Cobalt MCM mashinasiga 4-pokoleniya propan necha pulga tushadi o'rtoqlar. Xo'p, miyalarda mashinamiz Basico 24 ga to'g'ri Polshaniki bo'ladi. Xo'p, real farsunkalarimiz o'rnatib berdik, italyanskiy bo'ladi. Xo'p, reduktorlarimiz Nordic reduktorlari italyanskiy bo'ladi. Hid chiqarmaydigan falgomet shlankalari, ikkitalik 1 martalik filtrlari uстановка qilib berdik, o'zlarining mapdatchiklari bilan. Xo'p, orqa taraflariga krestalik aka zapaskalarning o'rniga endi hozir zapaskalarni qo'yib qo'yibdilar. Xo'p. Bale 2026-yil 10 yillik garantiyasi bilan xudo xolasa uстановка qilib berdik. Xo'p, bu dokumentlari ichida xudo xolasa 4-pokoleniya eng full оборотлari bilan xudo xolasa 3 million so'mga bitdi o'rtoqlar.